Telegram ilovasiga kirib olamiz. Qidiruvdan shu botni topib olamiz. Botga kiramiz va Start tugmasini bosamiz. Testlar tugmasini bosamiz. Xavotir olmang, birinchi marta fayl yuklash albatta bepul. Shuningdek, bu Griscoin tangalarni siz bot ichidan bemalol ishlab olishingiz mumkin. Fayl yuklash tugmasini bosamiz. O'zimizga kerakli formatni tanlaymiz. Namunani ko'rib turishingiz mumkin. Bizning faylimizda ham test savollar xuddi shu formatda yozilgan ekan. Demak, faylni botga tashlaymiz. Test savollarimizni topdi. Tasdiqlashni bosamiz. Test nomini kiritamiz va nihoyat testlarimga o'tamiz. Testimizni tanlaymiz. Xohlasak o'zimiz ham yechamiz, guruhda ham yechib ko'ramiz. Guruhimizni tanlaymiz va boshlandi. Agar sheriklar, yaqin do'stlar, ko'ristoshlar bo'lsa, bemalol guruhda maza qilib yechsanglar bo'ladi. Ham biliminglarni maza qilib oshirsanglar bo'ladi. Bilaman, bu video sizga aniq foydali bo'ldi. Shu uchun videoga erinmasangiz bittagina like tugmasini bosib, keyingi foydali kontentlar uchun obuna tugmasini bosib qo'ying. Rahmat.